Men Shahzoda Muhammedova, aktrisa va dizayner. Ushbu Sehrlandiya multfilmida Bibi obraziga ovoz berdim. Men ham futbolga boraman. Maza qilib siz bilan tomosha qilardim men ham. Men bolalikdan multfilmga ovoz berishni juda ham xohlagandim. Hech ham kinoaktrisa bo'lishni xohlamaganman. Lekin mana qarang, 34 yoshimda multfilmga ovoz berish orzuyim ushaldi va Bibi qahramoniga ovoz beryapman. Hey bola, ko'zingga qara. Bu qahramonni qanaqadir xarakter jihatdan o'xshashlik taraflari bor menda. Himoya qilish taraflari. Chunki men ham do'stimni yoki yaqin insonimni kimdir xafa qilsa, birinchi bo'lib chiqaman. Shaxtam qadamlar bilan. Nima? Baqaloq dedingmi? Birinchidan men aytgan baqaloq emas. Yana uni faqat men baqaloq deya olaman, tushundingmi? Hozir sochingni bittalab yurib tashlayman. Qizaloq va quyonchalar multfilmida ro'molini yo'qotib qo'ygandan keyin qizaloq oyisi so'raydi. Qizalog'im, ro'molingni olib keldingmi desa, "Olib keldim oyijon, olib keldim" degan joyi bor. O'sha ovozdan ildizini ozgina oldim shu Bibiga. Va menimcha jamiki qizaloqlarga ushbu qahramon yoqadi. Lekin rosa xohlagandim multfilmga ovoz berish bolaligimda. Sehrlandiya bu yangi yilning asosiy tomoshasi.